Bel aylanmani formulasi juda ham oddiy. Bu bizani bel aylanmamizni formulasi bo'yimizni 2 ga bo'lish. Faqatgina santimetrda olamiz. Xo'p, birinchi o'zim misolimda aytadigan bo'lsam, 1.75 bo'yimga bel aylanmam 87 bo'ladi. X odam 1.2 da bo'yi 1.65 va bel aylanmasi 82.5 bo'ladi. X ikkinchi odamniki 80 bo'ladi. Endi biz formulaga solib ko'ramiz. Ya'ni birinchi o'zim misolimda ko'ramiz. Meni bo'yim 1.74 bo'lsa, uni kvadrati 3.0276 chiqqanda, shuni biz 25 ga ko'paytiramiz. Xo'p, bekorga yozib olinglar demadim. Endi bizga bu narsa qo'l keladi va osonroq hisoblaymiz. Xo'p, endi 3.0276 0.276 ni biza ko'paytiramiz 25 ga. Ya'ni 75.6. 75 mana normal ves. Menda 75.6. 75 kilogramu 600 gram. Ya'ni men shu vesgacha bemalol normal vesda hisoblanaman. Agar undan oshadigan bo'lsam, menda o'sha ortiqcha vazn bo'ladi. Xo'p, demak men normal vesimni chegarasida turibman. Chegarasiga hali yetib bormadim. Endi esa ikkinchi odam misolida ko'ramiz. Bu bizda ikkinchi odam 80 kilogram edi. Bo'yi esa 1.65 edi. Uni kvadrati 2.72 va 25 edi. H2si. Xo'p, endi buni biza nechaga ko'paytiramiz? 25 ga. 25 ga. Bu 68 kilogram chiqdi. Ya'ni agar bu insonda hozircha bu insonda 1.65 santimetr bo'yi bor insonda normal vesi ya'ni 68 kilogram ekan. Bizning misolimizda necha edi? 80 kilogram edi. Ya'ni X odam misolida ko'rgandik, u 80 kilogram edi. 80 dan biza ayiradigan bo'lsak, demak 80 dan minus 60 ya'ni 68 ayiradigan bo'lsak, X odamni birinchisida 12 kilogram ortiqcha vazn bor ekan. Xo'p, endi uchinchi odam misolida ko'radigan bo'lsak, bularni H2lari 2.56 edi. 56 edi, ya'ni bo'ylari 1.60 edi. Uni 25 ga ko'paytiramiz. 64. Ya'ni ikkinchi X odamimizning normal vesi 1.60 bo'yi bo'lgan insonni normal vesi 64 kilogram. Xo'p, endi 64 kilogram, biza bu insonni nima deb olganmiz? 73 kilogram deb olganmiz. 73 dan biza 64 ayiradigan bo'lsak, 9 kilogram 11 kilogram. Bu insonda 11 kilogram ortiqcha vazn bor ekani. Endi siz farqini ko'rishingiz mumkin. Bizani bo'yimizni o'zi yokida kilogramimizni o'zi bizada ortiqcha vazn borligini aniqlamaydi. Bunga shuncha kriteriy kerak bo'ladi. Aniq sonli chiqishi uchun. Semirishi mumkin deb 85.5 kilogramgacha menda 7,5 kilogram zaxira bor, ya'ni zapas bor. 25 sonini qayerdan oldik? Biz tanamasda indeksini shablonidan oldik. Endi sizlarga 25 sonini qayerdan olganimizni qiziq bo'lsa kerak. 25 soni tanamasi indeksini shabloni. Agar ko'rib turgan esingizda bo'lsa, ekranda chiqqanda 25 soni bu normal son hisoblanadi. 25 dan 30 bo'lgani uchun, o'shaning uchun biz 25 dan olib hisoblaymiz. Ya'ni bu ma'na hisobi emas, yokida bir faqatgina bitta insonning hisobi emas. Bu butun jahon sog'liqni saqlash tashkilotini hisobotlari hisob. Endi biz ortiqcha vaznimiz qanchaligini bilib oldik. Ortiqcha vaznimizdan qutulish uchun biz endi rejalashtirib olishimiz kerak. Ya'ni qanaqa tarzda oshishimiz kerakligini. Buni normada qilmasak ham, bu bizga boshqa butun jahon sog'liqni saqlash tashkilotini bergan ma'lumotlariga ko'ra bir oyda
2 kilogramdan 5 kilogramgacha ozish bu normal hisoblanar ekan, ya'ni sog'lom ozish hisoblanar ekan. Ba'zida bu 8-10 kilogramgacha yetishi mumkin, lekin bu muntazamlikni keltirsa yomon narsalar keltirib chiqaradi. Shu bois bir marta bo'lishi mumkin, bir oyda shuncha tashlash mumkin. Qachonki biz yog' qatlamimizdan, ya'ni yog' qatlamimiz bo'yicha ozsak. Xo'p, bu ko'p ozish, ya'ni ko'p kilogramni birdaniga yo'qotish, ko'plar o'rtacha tana vaznimizdan 5-10% ga ozishimiz bu normal hisoblanar ekan. Masalan, 80 kilogram bo'lsak, bizning 5% 4 kilogram bo'ladi. Agargina 10% ga bo'ladigan bo'lsak, 10% 8 kilogram bo'ladi. Ya'ni 8 kilogram tashlash. Menda ham birinchi oyda tana vaznimni 10% ni tashlaganman. Ya'ni 81 kilogram, u deyarli 10% ni 81 kilogram bo'lganman va 8 kilogram tashlaganman. Xo'p, agar biz birdaniga ko'p vazn yo'qotadigan bo'lsak, masalan 11%, 10% ketma-ket yo'qotadigan bo'lsak, bu bizning organizmimizda ba'zi bir muammolarni keltirib chiqarishiga sabab bo'lar ekan. Birinchi o'rinda bizning immunitetimiz tushib ketishi mumkin ekan. Ikkinchi o'rinda endokrin muammolar, ya'ni bizning gormonlarimiz o'ynab ketishi mumkin ekan. Ya'ni birdaniga ko'p vez tashlash bu juda ham zarar ekan. Chunki bizda yig'ilgan endokrin muammolarning sababi, chunki bizda yig'ilgan ortiqcha vaznlar endokrin sistemasini bajarar ekan, ya'ni ular ham o'zidan gormon ishlab chiqarar ekan. Va bu birdaniga ko'p vez tashlash bu bizning gormonlarimizni oyog'ini osmondan qilib yuborishi mumkin ekan. Bu holat, ya'ni ko'proq ayollarda sezilar ekan, chunki ayollarda yig'ilib qolgan yog' qismlari, yog' qatlamlari estrogen gormonini ishlab chiqarar ekan va bizning tanamizda tabiiy holatda ishlab chiqaradigan, ya'ni ortiqcha vaznsiz ishlab chiqariladigan estrogen gormoni ishlab chiqaruvchi bu ayniqsa ayollarda bilinar ekan, chunki ayollarda yig'ilgan ortiqcha vazn estrogen gormonini ishlab chiqarar ekan. Tabiiy yo'l bilan organizmda ishlab chiqaradigan estrogen gormoni dangasa bo'lib qolar ekan. Birdaniga ko'p vez tashlaganimizda yog' qatlamlarimiz estrogen ishlab chiqqan bo'lgan paytda tashlaganimiz, ya'ni o'zimizning organizmimizda tabiiy bo'ladigan payti dangasa bo'lib qolganligi sababli, ya'ni u bizga organizmimizga yetarlicha ishlab chiqarmayotgani sababli o'zgarishlar kutilar ekan. Birdaniga ko'p vazn tashlash bu bizning qonimizni xolesterinni miqdorini oshirib yuborar ekan. Bu xolesterin bizning o't qopimizdagi toshlarni paydo bo'lishiga sabab bo'lar ekan. O'shaning uchun ko'p vazn tashlashga emas, ya'ni sifatli va sog'lom tashlashga juda qattiq e'tibor berishimiz kerak bo'lar ekan. Bizda xolesterin kasalligini, xolesterin toshlarini paydo bo'lishiga sabab bo'lar ekan va o't pufimizda shu bilan birga kasalliklar, ya'ni toshlar paydo bo'lar ekan. O'shaning uchun juda ham ehtiyot bo'lib olishimiz kerak ekan. Bundan boshqa ko'plab muammolarni olib kelishi mumkin ekan. Shu uchun biz aytganimizdek normal vez tashlashimiz juda ham muhim ekan. Normal vezimiz boya aytib o'tganimdek 2 kilogramdan 5 kilogramgacha bir oy ichida va ba'zi bir holatlarda bizani kilogramimizni, ya'ni vaznimizni 5-10% ni tashkil qilar. Endi qaranglar, hisoblab chiqamiz. Boya X odamimiz bo'ylari 1.60, massalarini 73 kilogram deb olgan edik va shu inson 11 kilogram ortiqcha vaznga ega edilar. Aniqlab chiqqanimizda, ya'ni formulaga solib chiqqanimizda. Endi agar bu inson har oy 2 kilogramdan ozib boradigan bo'lsa, 5,5 oyda ortiqcha vazndan, ya'ni semizlikdan qutulishlari mumkin. Xo'p, agar 5 kilogramdan ozadigan bo'lsalar, 2 oydan sal oshiq vaqt ketadigan bo'ladi. Xo'p, agar 3 kilogramdan ozadigan bo'lsalar, 3 kilogramdan ozadigan bo'lsalar, o'rtacha 4 oyda bu vaznlaridan qutulishlari aniq. Xo'p, endi bizani yana bitta X odamimiz bor edilar. Ularning vaznlari 80 kilogram edi. Normal veslari esa 68 kilogram edi. 68 kilogram, ya'ni 12 kilo
12 kilogramm ortiqcha vaznlari bor edi, ya'ni semizliklari bor edi. Shuni agar 2 kilogrammdan ozadigan bo'lsalar, bo'lib chiqamiz. Xo'p, 2 kara 2 ga bo'lsak, necha bo'ladi? Agar 2 kilogrammdan ozadigan bo'lsalar, 6 oy ichida bu vazndan qutuladilar. Agar 5 kilogrammdan ozadigan bo'lsalar, 2,5 oyda qutuladilar. Shunaqa qilib biza bo'lib chiqishimiz mumkin va shu bo'yicha harakat qilib ozishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, agar sizda ortiqcha kilogrammni vaznini o'sha aniqlab olgan bo'lsangiz, uni siz mana shunaqa oilaga bo'lib chiqishingiz kerak bo'ladi. O'rtacha 2 kilogrammdan ozsangiz qancha oy ketishi, agar 5 kilogrammdan ozsangiz necha oy ketishi va agar 3 kilogrammdan 4 kilogrammdan hisoblab chiqib, albatta uy vazifasi qismi, ya'ni chat qismiga yuborishingiz shart bo'ladi. Agar sizda 20 kilogramm ortiqcha vazn bo'ladigan bo'lsa, agar uni 2 kilogrammdan ozadigan bo'lsangiz, sizga 10 oy vaqt kerak bo'ladi. Agar 5 kilogrammdan ozadigan bo'lsangiz, sizga 4 oy vaqt kerak bo'ladi. O'rtacha 4 oydan 10 oygacha biza ozishni rejalashtirishimiz mumkin. Xo'p, ba'zi bir insonlar xohlashadi sirazu masalan 20 kilogramm yoki 18 kilogramm ortiqcha vazn bo'ladigan bo'lsa, men 1 oyda yo'qotishim kerak yoki maksimal 2 oyda yo'qotishim kerak deyshadi. Agar shunaqa qilinadigan bo'lsa, aytgan tepadagi yuqoridagi muammolar kelib chiqishi aniq. Shu uchun rejalashtirib 2 kilodan 5 kilogacha o'rtacha tashlashimiz norma hisoblanadi. Birinchi bo'lib biza boya tana massa indeksimizni aniqlab oldik va bu biz normal vesimizni ham aniqlab oldik. Normal vesimizni tushib bo'lganimizdan keyin bizani ideal vesimiz bor. Ya'ni normal ves bu o'rtacha holatimiz, ya'ni semiz hisoblanmaymiz, lekin hozirgi holatimda meni normal vesimdaman, lekin bu meni qoniqtirmaydi. Ya'ni qornimda, bel qismlarimda yokida o'zimni ko'rinishimda, общий figura korreksiyamda ko'rinib turadiki, menda hali idealniy figura emas, idealniy ves emas. Shuning uchun bu yana bitta formulaga qo'yib, biza ideal vesimizni sizlar bilan aniqlab olamiz. Endi sizlar bilan ideal vesimizni aniqlab olamiz. Ideal vesimizni formulasi juda ham oddiy. IV barobar 22 ko'paytiruv bo'yimizni kvadratiga, ya'ni H2 ga. Xo'p, birinchi bo'lib qo'yib ko'ramiz. Mana o'zimni vesimga qo'yib ko'ramiz. Xo'p, meni bo'yimni kvadrati 3,0276, shuni 22 ga ko'paytiramiz. Xo'p, shunda menda nima chiqdi? 66,6 chiqdi. 66,6 bu meni ideal vesim hisoblanar ekan. Endi biza x odamnikini hisoblab ko'ramiz. Ya'ni esingizda bo'lsa, kilogrammi 80, bo'yi esa 1,65 deb olgandik x odamnikini. Shuni hisoblab ko'ramiz. Uni ko'paytiradigan bo'lsak, 10 kilogrammi 59,8 chiqdi. Xo'p, endi agar biz ikkinchi x odamni ko'radigan bo'lsak, ya'ni bo'yi 1,60, kilogramm esa men bilan bir xil edi. Xo'p, uni ideal vesi 56 kilogramm chiqyapti. Ya'ni ikkinchi x odamnikini 56 kilogramm chiqyapti. Xo'p, bu degani u odam 56 kilogramm atrofida bo'lsa, bu uni ideal vesi hisoblanadi. Boya aytib o'tganimizdek 8 plusdan boshlanib ketadi. Ya'ni agar meni normal vesim 75,6 chiqqan bo'lsa, ideal vesim esa 66 chiqdi. Ya'ni o'rtacha 8 kilogramm qo'shilib ketaveradi. Ya'ni 8 kilogramm ichida bo'lganimiz bu juda ham bizning sog'ligimiz uchun, o'zimiz uchun foydali hisoblanadi. Iloji boricha birinchi normal vesga tushib olamiz. Normal vesimizdan keyin ideal vesga harakat qilamiz va ideal vesimizni ushlab turishga harakat qilamiz. Shu bilan hammamiz aniqlab olib, sizlar bilan qancha kilogramm ozishimiz kerakligi,
qancha kilogramm normal vesimiz va ideal vesimizligini bilib oldik. Kimda qiyinchilik bo'ladigan bo'lsa, hisoblashga bemalol yozsangiz bo'ladi, birgalikda hisoblaymiz. Hammaga rahmat. Uy vazifalaringizni, xulosalaringizni yozib qoldirish esingizdan chiqmasin.